Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Rabbim, ya Rabbim, ya Rabbim. O'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin, Parvardigor. Lekin duolarimizni, lekin ihsonlarimizni, lekin torat ibodatlarimizni, haj amallarimizni ko'p qatorida o'zing qabul qilgin. Rabbana atina fid dunya fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Farzand talablarga Allohim farzandlar bergin, shirindan shakar qizmi o'g'ilmi, esli hushli, aqli raso farzandlarni umri bilan, rizqi bilan bergin. O'tgan avlod ajdodlarimizni, o'tgan qo'ni qo'shnilarimizni, tog'alarimiz, pochalarimiz, xolalarimiz, ammalarimiz hammalarini joylarini jannatda qilgin, Parvardigor. Bilib bilmay qilgan gunohlari bo'lsa, ota-onalarimiz gunohlarini o'zing mag'firat qilgin. Ikki jahon sarvari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni shafaatlariga musharraf qilgin, Parvardigor. Uylanmagan bo'ydoq jiyanlarimizni yo'llarini ochgin, Parvardigor. O'zlariga mos, aqli raso, esli hushli muslima qoriya juz halollar ato etgin. Bemorlarga Alloh taolo o'zining shifosini bergin. Ko'p qatorida noumid qilmagan, duoga qo'l ochib turgan barcha bandalaring duolarini ijobat qilgin. Subhanallohumma va bihamdika tabarak asmika Alloh jaddika va la ilaha g'ayruk. Parvardigorim, o'g'il kutayotgan ukalarimizga Parvardigorim o'zing shirindan shakar qo'shqor deb, polvon deb, alpomishdek o'g'illardan ato etgin, umri bilan, rizqi bilan bergin. Dardi kasallarga Allohim o'zing shifo bergin. Rabbana atina fid dunya fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Rahmatika ya arhamar rohimlar. Hoji ukalarimiz, hoji akalarimiz, hoji bobolar, hoji onalar hammalarini tanajonlarini sog' qilgin. Yanagi shu kunlarga, yanagi shu